Namangan viloyatidagi o'quvchilar nega aynan ingliz tili ta'lim sohasiga boshqa o'quvchilarga qaraganda ko'proq qiziqishadi va buni farqi nimada? Ustozga bo'lgan sadoqat. Mani shaxsiy fikrim. 10 yil, 15 yil oldingi fikrlash bilan hozirgi fikrlashning katta farqi bor. O'sha ota-onalar bolani ilmiga investitsiya qilishga tayyor. Savolingizga men javobim shu bo'lardi va eng muhimi ular uchun beriladigan care. Aynan qanaqa sababni ko'rsatib bera olasizki, o'quvchilar xohlab, misol uchun 5 ta tugagan darsda 6 ta o'quv markazidan chiqib ketadi, 3 ta boshlanish kerak bo'lganga 1 da kelib oladiganlar ham bo'ladi. Shu sababli bizning ham maqsadimiz qaysi yo'lligi ahamiyatsiz, muhimi ilmga olib kirish ularni. Qaysidir o'quv markazlari o'qituvchiga unchalik urg'u bermaydi, o'qituvchini olib chiqishga harakat qilmaydi. Noto'g'ri tendensiya rivojlangan. Yani oldinlar, hozir o'sha ancha pasaydi. Bir kishi 8 balo oldi, 10-sinf o'quvchisi. Bo'ldi, o'sha unga bitta gruppa qilib beriladi. Kelajakdagi IELTS evolyutsiyasi qanaqa darajada ko'ryapsiz va qanaqa bo'ladi? 5 yil avval 6-sinf, 7-sinf o'quvchilarini IELTS olishi juda kam holat edi-da. O'zidan chiqayotgan energiyani doimiy ravishda tarqata olishi juda ham muhim. Assalomu alaykum, EduTalks ko'rsatuvining muxlislari. Navbatdagi podkastimizda Namangan viloyatida. Bugun biz Namangan shahridagi hamkor o'quv markazlarimiz rahbarlari bilan aynan Namanganda ta'lim tizimi qanaqa tuzilganligi haqida, IELTS imtihoniga tayyorlanayotgan o'quvchilar qanday tayyorlanayotgani va o'quv markazidagi sharoitlar haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonlarimiz Strategiya 1 o'quv markazi va Novda School asoschisi Jahongir Rafiqov. Xush kelibsiz. Shu vaqt oling. Triple R Academy asoschisi Rahmatulloh Rashidov va Mirzo Ulug'bek maktabi Innovation o'quv markazi asoschisi Dostonbek Rahimjonov. Shunaqa edi? Shunday. Ustozlar, xush kelibsizlar. Seni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va vaqtini ayamasdan aynan bizani namanganlik o'quvchilar uchun vaqtlarni ajratib va namanganlik o'quvchilar bu ushbu podkastdan kerakli bo'lgan hamma insaytlarni oladi degan umiddamiz. Xo'p, mavzuni o'rtaga tashlashdan boshlasak, asosiy mavzuyimiz bugungi Namangan viloyatidagi o'quvchilar nega aynan ingliz tili ta'lim sohasiga boshqa o'quvchilarga qaraganda ko'proq qiziqishadi va buni farqi nimada? Ya'ni bu farq faqat o'quv markazlarining ichidagi bo'lgan raqobatdami yoki bolalarning o'zidagi ishtiyoqda deymizmi, shunami yoki bu ota-onalarning ham ingliz tiliga aytganda impakti bormi, ta'siri bormi shu narsaga? Asosiy mavzularimizdan bittasi shu. Hammalarning fikri bu mavzuga juda ham qiziq bo'lardi. O'zlaringiz fikrlarini aytadigan bo'lsanglar, aynan farqi nimada? Faqat IELTS sohasida emas, IELTSga yana alohida to'xtalamiz. Aynan ta'limga nimaga Namangan yoshlari qiziqishi, ya'ni chanqoqligi boshqacha. Avvalambor assalomu alaykum. Namanganga xush kelibsizlar. Albatta o'quvchilar bugungi kunda faqat o'quvchilar emas, ota-onalar ham ta'limga avvalgiga nisbatan juda ham katta e'tibor berishyapti. Avvallari endi to'g'risini aytish kerak, o'qib olim bo'lasanmi degan gap bo'lgan. 15-20 yil avval bo'lgan. Hozir unaqa umuman xalqimiz orasida gap qolgani yo'q. Endi Namangandagi o'quvchilarimiz chet tillariga, ingliz tilini o'rganish, ayniqsa IELTS topshirish bo'yicha haqiqatdan statistikani e'lon qildinglar. Juda ham o'sha top 3talikda doimiy Namangan o'rin olib kelar ekan. Endi buni bitta sabablardan biri, meni shaxsiy fikrim bu, bitta o'quv markazida o'qiganda ustozga bo'lgan sadoqat. Meni shaxsiy fikrim. Chunki ustozini aytganini so'zsiz qiladi o'quvchilar. Qanchalik bosim bergan taqdirda ham vazifalarni bajarib keladi. Va shu tufayli ham men o'ylayman, o'quvchilar o'sha ustoz almashishi yoki o'quv markazi almashishi kabi holatlar kamroq uchragani uchun ham menimcha natija ham yuqori va o'quvchilar o'sha aytganimdek topshirish bo'yicha ham menimcha respublikamizda yuqori natija olib kelayotgan. Yana bir sabablardan biri bu qiziq, menimcha xalqimizda haligi baribir havas, hasad degan narsalar bor. Qo'shningizni farzandi qandaydir balo oladigan bo'lsa, sen ololmaysanmi deb turib, ba'zan bu motivatsiya ham beradi, qo'shimcha kuch ham beradi, ba'zan bolani sindirib ham. Lekin nimagadir Namangan aynan bizni oladigan bo'lsak, bu odatda yordam beradi o'quvchilarimizga. Chunki o'zini endi bilmadim, meni shaxsiy fikrim bu.
o'zini asli iqtidori sohasi umuman boshqa bo'lgan taqdirda ham ota-onasiga o'sha IELTS bir sertifikatini olib berish, bir men bilan faxrlaning degan bir maqsadmi, qo'shimcha bir kuchmi, o'sha isbotlash bir xohishimi juda ham kuchli bo'lgan sabab hammasi birlashib turib menimcha Namangandagi o'sha o'quvchilar bir top darajada doimiy ravishda natija ko'rsatib kelishadi. Rahmat aka, siz nima deysiz fikrlar? Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Namanganda ko'p o'quvchilar IELTS topshirishning eng asosiy sabablaridan biri, bu fikrlarga ham qo'shilaman. Undan tashqari ko'p o'quvchilar chet elda o'qishni xohlashligi. Misol uchun ko'p o'quvchilarda bo'ladi, misol 5, 6, 7, 8 sinf yoki 10 sinf bo'lganda o'zi men chet elda o'qiyman, Yevropada o'qiyman, Koreyada o'qiyman yo bir Amerikada o'qiyman degan ularda xohish bo'ladi yoshligidan. Nimaga? Chunki ularni misol uchun yaqin qarindoshlari o'qishi mumkin yo bir mana bular aytgandek masalan qo'shnisi o'qishi mumkin misol uchun. Keyin mana bitta ota-ona misolda oladigan bo'lsak, uni qo'shnisi Koreyada o'qisa, keyin u ham o'g'liga "Sen ham Koreyada o'qishing kerak" degan, qaysidir ma'noda, yaxshi ma'noda bir ularga yo'l ochib berish imkoniyatini qilib berishadi ota-ona tomonidan ham. Birinchi eng asosiy sababi masalan o'quvchilar o'zi chet elda o'qishligi. Endi chet elda o'qimoqchi bo'lsa, eng oson, eng birinchi o'rinda ularga nima kerak bo'ladi? Ingliz tili IELTS kerak bo'ladi. IELTS ekzamen topshirishadi, balli olishadi. Keyin u ball topshirgandan keyin o'sha kerakli dokumentni tayyorlab, boshqa qilib, universitet tanlab chet elga topshirishadi. Keyin ikkinchi sababi ota-onalarda ham. Haqiqatda 10 yil, 15 yil oldingi fikrlash bilan hozirgi fikrlashni katta farqi bor. O'sha ota-onalar bolani ilmiga investitsiya qilishga tayyor. O'sha unga bir tushuntirishi, bir marketing qilish shart emas o'sha ular bilishadi. O'sha bolaga farzandga ta'limiga investitsiya qiladigan bo'lsa, yaxshi bo'lishini. Keyin o'sha o'quvchi tomonidan oladigan bo'lsa, o'sha ota-ona tomonidan ularga motivatsiya bor. Keyin baribir haqiqatda Namanganda bitta tanishim misol uchun 7 ball oladigan bo'lsa, bitta sinfda o'quvchida. Qolganlar ham men ham eng kamida mana shu 7 ball olaman. Competition bor misol uchun, yaxshi ma'nodagi raqobat bor, rivojlangan. Haqiqatda Namanganda bu yoshlarga mana shu o'quvchilar orasida yaxshi turtki sifatida ishlaydi. Eng asosiy ikkita sabablardan bittasi menimcha shu, ko'pchilik chet elda o'qishi, ikkinchisi ota-onalar tomonidan ham ularni push qilinadi. Ya'ni chet elda o'qisa yaxshi bo'ladi boshqaga. Ota-onadan ko'pchilik ruxsat olish shart emas misol uchun. Naborot ota-onalar o'zi chet elda o'qishiga rozi boshqa. Chunki oldinlari masalan chet elda o'qisa bolam qayerga boradi, nima qiladi, xavotir olardi ota-onalar, lekin hozir o'zi ko'pchilik mana bizni davlatimiz tomonidan ham yaxshi sharoitlar qilingan, boshqa viza masalalarida ham bunaqa qiyinchiliklar yo'q. Misol uchun yo'l ochilgan. Yo'llar ochilgan masalan. Shuni o'zi ko'rgandan keyin o'zi bolalarga ham o'zini farzandiga ham yaxshi sharoitga yaratishga o'zi ota-onalar astoydil harakat qilishyapti. Eng asosiysi menimcha ota-onalar. Keyin sog'lom raqobat bor. Bor shunaqa. Jahongir aka. Assalomu alaykum, avvalambor. Xush kelibsizlar. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Yana bitta qo'shimcha qiladigan joyi, aynan nimaga Namanganda o'qishga bo'lgan qiziqish kuchli ota-onalar tomonidan. Men o'ylayman, biz Namangan xalqi avvalroq ko'proq hunarmandchilikda nom qozongan, kichik hunarmandchilik bizda kuchli bo'lgan. Ilmga bo'lgan e'tibor yo'q degani emas, faqat nisbatan, ya'ni shahari, viloyatda aholisiga nisbatan bu kamroq ko'rinardi. Asosiy e'tibor hunarmandchilikka qaratilardi. Endi buni ikkita sabab bilan ko'rsatish mumkin. Birinchisi, davlatimiz rivojlanganligi, o'zini eshiklarini ochganligi bilan o'qiganlarni A nuqtadan B nuqtaga borishi yaqqol ko'rinishi boshlagandan keyin hunarmand oilalar ham farzandini o'qitishga e'tibori kuchayyapti-da. Men o'zim bir necha hunarmand otalar bilan gaplashganimda farzandini o'qishga pul sarflayotganligini aytadi. Izohi, men kelgan nuqta hozir ma'lum bir darajada turibdi, lekin ko'ryapman, o'qigan bolalarda bu anchayin yuqorida turibdi degan fikrda farzandini o'qishiga pul sarflayapti. Asosiy sabab deb o'ylayman, men biz mamlakatimizni rivojlanish tezligi oshib, dunyoga eshiklarimiz ochildi va biz o'qib turib yoki umuman qaysi sohada bo'lsa ham o'sha sohani ilmini olib turib yuqori nuqtaga chiqib borishimiz mumkinligi namoyon bo'lishi boshladi. Avval bu kamroq ko'rinardi. Shu nuqtai nazardan
o'qishga qiziqish nisbatan past bo'lgan. Masalan, hozir Rahmatullohning fikriga men 100% qo'shilaman. Chet elga chiqish ilinjidagi, istagidagi bolalar ko'paydi. Shaxsan o'zimiz o'qigan davrda Doston bilan biz tengdoshmiz. Chet elga o'qishga ketibdi degan gap juda kam eshitilardi. Juda ham kam. 4 ta 5 ta. Mani o'zimni birga o'qigan sinfdoshlarim eng haligi topoviy bolalar ham chet elga keta olmaganda. Imkoniyat juda past bo'lgan. Bizga, ya'ni O'zbekistonga kuchli universitetlar tomonidan grantlar ajratilishi deyarli bo'lmaganda. Shuning uchun ham men aytyapman, mamlakatimizning rivojlanishi yaxshi bo'lgani uchun boshqa davlatlar biz tomonimizga ishonch bildirib, eshiklar ochildi. Orada Yaponiya juda katta eshiklarni ochdi biz uchun. Koreya juda katta eshiklarni ochdi. Bolalar shunda u yerga o'qishga borish xohladi va bunda asosiy yo'l IELTS bo'lib ko'rindi-da. IELTS olsa qabul qilamiz xalqaro talabalarga. Koreys tili yoki yapon tilini o'rganish tabiiyki murakkab. Bizda uni o'qituvchilar yo'q. Yagona yo'l IELTS bo'ldi va shuning uchun unga bo'lgan talab oshib ketdi. Ikkinchi sababi deb o'ylayman, Namangan aholisining ko'pligi. Bu ham o'zini o'rnini ko'rsatadi. Shahar aholisi respublikada Toshkent shahridan keyin ikkinchi o'rinda turadi, adashmasam, ko'pligi bo'yicha. Viloyat bo'yicha 5-o'rinda, adashmasam 5 yoki 6-o'rinda Namangan. Ya'ni buni ham ta'siri bor. Bizda IELTS topshiruvchilarning soni ko'pligining sababi bu bilan ham izohlasa bo'ladi. Va eng muhimi, shu avval hunarmandchilikka yoki boshqa sohalarga e'tibor qaratilgan oilalar ta'limga e'tibori kuchayib ketdi-da. O'qib turib nima bo'lish mumkinligini oddiy misol qilib aytaman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham yoshi katta, bizni ota-onalarimiz yoki bizdan yosh avlodni buvi bobolari ham ko'ryapti-da. Imkoniyatlar ochilganligini ko'ryapti. Natijaga erishgan bolalarni yutuqlarini ko'ryapti. Oldin buni ko'rish qiyin bo'lardi. Eshitish mumkin edi-da, faqat. To'g'ri. Shu sabablar tufayli qiziqish keskin oshib ketdi deb o'ylayman men. Rahmat. Ustozlarimiz aytgandek, aynan IELTS imtihon topshiruvchilar bo'yicha Namangan viloyati bir necha yillardan beri top 3talikda bo'lib kelishadi. Aynan nimaga aynan shunaqaligini va sabablarini ustozlarning qarashlari bo'yicha bilib oldik. Ustozlar endi aynan IELTS sohasiga va Namangan shahridagi bilamiz har millani o'quv markazinglar bor, maktabinglar bor. Ushbu maktab va o'quv markazlari orasida men farq so'ramayman, aynan bo'layotgan sharoitlar, ya'ni hammani o'zini yondashuvi bor. Ya'ni kimdir o'qitish sistemasi bor yoki kimdadir bolalarga yetkazib berish tomoni bor, qayerdadir motivatsiya tomonlari bo'ladi. Aynan sizlar o'zlar talabiylarga, o'quvchilarga qanaqangi resurslar berasizlarki, ya'ni men bu yerda bilim so'ramayman, anaqa resurslar berasizlarki, ular aynan ingliz tiliga bo'lgan, ya'ni o'quv markaziga maktablarimiz aynan ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini orttirib bormoqda. Rahmatlarga sizda Triplar o'quv markazida aynan o'quvchilar nimaga ko'proq xohlab o'qishga keladi. Ya'ni ota-onasi majburlagandan yoki borishi kerak bo'lgandan yoki ma'lum bir miqdorni to'lab qo'ygani uchun emas, aynan qanaqa sababni ko'rsatib bera olasizki, o'quvchilar xohlab, misol uchun 5 ta tugagan darsda 6 ta o'quv markazidan chiqib ketadi, 3 ta boshlanish kerak bo'lganga 1 da kelib oladiganlar ham bo'ladi. Aynan nima sababdan? Chunki agar bunaqa bo'lmaganda, men nimaga bemalol aytibman, vohlik keladi, kech ketadi. Agar bunaqa bo'lmaganda natijalar bunaqa bo'lmasdi. Da, aynan nima sababni ko'rsatib bera olasizki, aynan anaqaga kelyapti. Avvalo men birinchi aytishim kerak, bizda o'quv markazida, Triplar Academy'da 95% dan o'sha yuqori o'quvchi, 95% o'quvchilar faqat IELTS ga o'qishadi. O'sha boshlang'ich, kidslar, unaqa gruppalar bizda kam deyarli. Faqat IELTS ga kelishadi. Endi eng asosiy sababi, uni juda yaxshi bilamiz. Bizga eng asosiy kelishdan sababdan bittasi tezlik uchun kelishadi. Ya'ni o'sha bizga bazasi bor o'quvchilar kelishadi ko'proq. Ularda o'sha ingliz tili bor, boshqa 2-3 oydan keyin ekzamen topshirish kerak ular yoki o'sha 4 oy vaqti bor, misol uchun shoshilib turibdi boshqa. Shuning uchun ham bizda hamma kurslar, IELTS kurslari haftasiga 5 kun. Dushanbadan jumagacha international formatda, shanba, yakshanba o'quvchilar dam olishadi. Yakshanba ekzamenda mock topshirishga anaqa sharoitlar qilib qo'yganmiz, misol uchun. Ya'ni eng asosiy tezlik, keyin o'sha o'quvchi har kun o'rganadigan bo'lsa, masalan, 6 oyda o'sha oddiy logika bu, 6 oyda o'rganadigan narsani agar kurs har kun bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3 oyda o'rganish imkoniyati bo'ladi. Keyin shu tezlik hisobiga ham o'quvchilarga aynan Triplar Academy'ga kelib IELTS o'rganish
yoqadi. Eng asosiy sababi shu. Endi o'quvchilar kelgandan keyin bizga keladigan o'quvchilar o'sha IELTS ga 2 oydan keyin topshiradi yoki 3 oydan keyin topshiradi. Keyin biz ularga aytamiz, misol uchun bor e'tiborini kun davomida mana shu IELTS ga qaratishiga biz ularga o'qituvchilar tomonidan maslahat beriladi, push qilinadi. Ba'zi holatlarda sal jo'stkoroq, qattiqroq maslahatlar ham berilishi mumkin bo'ladi. Chunki o'sha ekzaminga 2 oy bor, o'quvchi IELTS ga registratsiya qilib qo'ygan, o'sha ularda nima bor, mas'uliyat bor. Ota-onasi tomonidan o'sha pul to'langan, boshqa qilingan, qattiqroq, yaxshiroq tayyorlanish kerak bo'ladi. Ko'p holatlarda aytamiz, hatto mana shu social media, masalan, o'quvchini dars qilishida eng asosiy hozirgi zamonda, hozirgi kunda to'siqlardan bittasi social media bo'lib qolgan. Shunday dars qilaman deb kitoblarni qo'yib, listening reading hamma narsa tayyor, lekin telefonni olib Instagram kirganda o'sha 15-20 minut 1 soat даже qanaqa vaqt o'tib ketganini bilmay qoladi o'quvchilar. O'quvchilarga biz topshiriq beramiz. Agar haqiqatda yaxshi ball olmoqchi bo'lsang, majburlamaymiz. Ularga biz maslahat beramiz. Agar haqiqatda yaxshi ball olmoqchi bo'lsang, Instagramni o'chirib tashlaysan. Birinchi maslahat misol uchun social media, Facebook, YouTube nolga teng. Faqat e'tibor kitobda, o'qishda bo'lish kerak. Chunki Instagram ko'rgan o'quvchi 7 ball olishi u imkonsiz misol uchun. Bitta mindsetni o'quvchilarga singdirishga harakat qildiramiz. Sen misol uchun ekzaminga tayyorlanyapsan, misol uchun faraz qiling televizor ko'rish, futbol ko'rish, e-klassika ko'rish yordam beradimi IELTSda ball olishga? Savol, oddiy savol. Yo'q, demak uni qilmaslik kerak. Instagram, social media swipe qilib o'tirib, masalan, internetda o'tirish yordam beradimi? Yo'q, demak uni qilish kerak. Oddiy ha yoki yo'q savollarga bir ikkita savollarga ha yoki yo'q savolga javob berishni o'rgatamiz. Agar yo'q bo'lsa, u ishni qilmaydi. Agar ham bo'ladigan bo'lsa, maksimal darajada ekzaminga IELTS ga nima yordam beradigan bo'lsa, faqat o'shanga fokus qilishga o'qituvchilar tomonidan push qilishimiz eng asosiysi. Endi biz maslahat ma'nosida aytamiz, chunki o'quvchilarimiz unaqa IELTS topshiradiganlar kichkina 5-6-sinf bo'lishmaydi ular. 10-sinf, 11-sinf yoki bakalavr, magistraturada o'qiydigan studentlar bo'lishi mumkin. Ular o'zi tushunib yetgan o'sha. Chet elga ketmoqchi, shu bari kerak. Noiloj o'sha aytsangiz, ha, to'g'ri deb qiladi, bor vaqtini. Chunki bir kunda vaqt ham chegaralanganda, o'sha 24 soat, o'sha 8 soat uyqu bo'ladigan bo'lsa, o'sha hisob kitob qilsangiz, dars qilish 10 soat dars qilsangiz eng zo'r bo'ladi masalan. Shu ko'proq shu faktorlarga e'tibor beramiz o'quvchilarda bizda tayyorlanishgan. Asosan biz xulosa qilamiz, tezlik uchun tanlashadi. Keyin albatta endi yaxshi natija o'sha hammada bor. Yaxshi natija uchun ham endi Jahongir aka, sizda bilamiz, o'quv markazingiz va maktabingiz ham bor. Aynan o'quv markazingizdagi o'quvchilar maktabingizda ham o'qiydiganlarmi yoki maktabingizdagi o'quvchilar o'quv markazidan ham maktabda ulgura olmay qolgan narsalarni o'quv markaziga kelib o'qishadimi? O'quv markazi o'quvchilari bilan maktab biz iloji boricha to'la ajratamiz. Bir-biriga ularni aloqasi yo'q. Ya'ni sonda, raqamda bir-biriga hisobga o'tmaydi. Imkon qadar shunaqa qilishga harakat qilamiz, lekin yuqori sinflarda, deylik 10 yoki 11-sinflarda biz o'quv markazidan yordam olamiz. Kuchli o'qituvchilardan yordam olishimiz mumkin. IELTSda yoki mana bu milliy sertifikatlar bor-ku, ona tili, tarix, shularda baribir ularda ancha yildan beri ishlayotgan o'qituvchilar, ularning tajribasidan foydalanishimiz mumkin, lekin umuman olganda ikkalasi alohida yo'nalish, bir-biriga deyarli aralashmaydi. O'quvchilarni tanlashini sababi, ya'ni ingliz tiliga qiziqish uyg'onishi ularda. Biz yoshligimizda, men shaxsan o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, o'qiganimda juda ham sodda, oddiy sharoitda o'qiganmiz. O'quv markazlar rivojlanmagan. Biz uni faqat televizorlarda ko'rishimiz mumkin edi. Masalan, Amerika maktablarini ko'rishimiz mumkin edi. Keyin Toshkentdagi o'quv markazlarini ko'rish boshladik. Sharoitlar anchayin yaxshi, vibe bor, bolani qiziqtiradi. Ya'ni bu ham bir sababda. Ko'p odam o'ylaydi, bu o'qiyman degan bolaga sharoit muhim emas deydi. To'g'ri, men bu fikrga 100% qo'shilaman, lekin o'qimayman degan bolachi, o'qib ketavermaydi-yu. Ularni ham qiziqtirish kerak-ku. Vibe qiziqtiryaptimi? U bitta sababda. U orqali olib kirib, unda mindset o'zgartirib olsangiz, unga ham keyin vibe ahamiyat qolmaydi. O'qishga o'tadi-da. Shu uchun o'sha yoshlikda og'riq bo'lgan, yaxshi sharoitni berishni xohlaganmiz biz. Shu narsani va Alloh nasib qilib hozir o'quv markazlarimizda shunaqa yaxshi sharoit yoki vibe berishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. 5 ta filialimiz bo'lsa,
hamma filialimizda o'quvchilar uchun albatta coworking zona ajratiladi, yaxshi sharoitda ega. Eng katta filialimizda bir emas 3 ta coworking ajratganmiz. Bir paytda o'zida taxminan 300 ta 400 ta bola o'tirib dars qilish mumkin-da. Aslida darslardan tashqari. ha, ya'ni o'quv xonasidan tashqari katta coworkingdan ajratganmiz. Bu o'quvchilarga beriladigan bir qiymat. Ya'ni bizni tanlab kelish uchun bir sabab. U yerda o'tirganda tabiiyki sharoit yaxshi bo'ladi. Masalan, svet o'chib qolish degan muammo bo'lmasligi mumkin yoki isib ketdi, sovib ketdi degan muammo bo'lmasligi mumkin va u uchun kerakli narsalar, ya'ni kompyuterini ishlatish uchun, hamma narsasini qo'yib dars qilish uchun yaxshi sharoit. Bilasizku, mana oddiy shu podkast olish uchun ham sizlar yaxshi sharoit tanlayapsizlar-ku. Xohlagan joyda bo'lib ketadi degan emas-da. Chunki e'tibor tortish kerak, yaxshi bo'lish kerak imkoniyatlar. Biz ham shunaqa fikrda shu ishni amalga oshirganmiz. Bu bitta sabab. Ikkinchi sababi, biz kuchli tizim qurishga harakat qilyapmiz. O'quvchilarga ularni baholarini kunlik nazorat qilib turadigan yaqinda app berdik. Start 21 student appi chiqdi. Bu faqat student uchun emas, kichik yoshdagi bolalarga, ota-onasi uchun ham. Ya'ni deylik, sizni ukangiz o'qisa, u o'zi uchun ham va siz ham o'rnatib olsangiz, darsga kirib chiqdi, darhol sizga baholari ko'rinib turadi appda. U darsga qay darajada tayyorgarlik ko'rgan, masalan, listeningdan, readingdan yoki grammatikadan yoki oddiy so'z yodlashdan qanaqa performance qildi. U natijasini ko'rib turasiz. Yoki dars boshlandi, deylik soat 3 da dars boshlanadi. 3:10 gacha bizda davomat olinsa, ma'lumotlar avtomatik call centerga tushadi va call centerga biz olingan raqamga, ota-onasiga yoki o'ziga 10 daqiqadan so'ng qo'ng'iroq boradi call centerdan. Dars boshlandi, farzandingiz kelmadi yoki siz nimaga kelmadingiz? Bu e'tibor uni, demak, men bilan bu qiziqadi. Men o'qishim muhim yoki ota-onasi, bularga qiziq ekan meni farzandim. Darsi 10 minut kechiksa, уже qilyapti telefon degan nima bo'ladi? Ularda fikr bo'ladi. Ya'ni mana shu tizimni qo'yilayotgani ularga, bizni tanlab kelayotgan o'quvchilarga qiymat o'laroq bu narsani taqdim etayotganimiz, men o'ylayman, tanlashda davom etyapti. Hozir o'quv markazimizni yangi filiallarini ochishi rejasidamiz, chunki mavjud filiallarimizda joylarimiz deyarli to'lib bo'lgan. Yangi filiallarga harakat qilayotganmiz. Savolingizga men javobim shu bo'lardi va eng muhimi ular uchun beriladigan care. Ya'ni o'qituvchilar ham, menejerlar ham hammasi o'quvchilar bilan qiziqadi, natijasi yuzasidan suhbatlar va ularga turli xil eventlarni tashkil qilinishi. Masalan, zakovatga o'xshagan kichkinalar uchun spelling bee yoki boshqa bir ko'p ularni yo'nalishi qiladigan ishlari ko'p. Shularni qilinishi tanlashga sabab bo'ladi. Masalan, ingliz tili o'quv markazi-ku bu zakovatmi kerak bor degan tushuncha bo'lishi mumkin yoki sayohatga olib chiqishimiz mumkin-da kichkina yoshdagi bolalar. Uni nima ahamiyati bor? Shu sabab qiziqish mumkin-da. Bizning maqsadimiz bolani qaysi sababligi ahamiyati yo'q, o'qishga qiziqishini uyg'otib, uni qaysi soha egasi bo'lishidan qat'iy nazar bilim olish muhimligini tushuntirish. Men yaqinda Instagramda ko'zim tushib qoldi. Men hech qachon ko'rmaganman. YouTube'da ko'rganman, to'g'risi, lekin Instagramda ko'rmagandim. Bitta yigit qo'y boqishni o'rgatyapti. Instagramda profili bor, 100 mingdan oshiq obunachisi bor. Qo'y boqish ilmini o'rgatyapti-da. Hattoki uni ham ilmini o'rganmasdan qilinsa, noto'g'ri harakat bo'lar ekanda. 50 ta qo'yi to'g'ri ilm bilan boqilsa, 100 ta qo'yi noto'g'ri ilm bilan boqib sotilgandan yaxshiroq foyda qilish mumkin deyapti. Ya'ni bugungi zamonda, kunda har qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, ilm olib, ilmi bilan bu narsani amalga oshirish muhimligini tushunib yetyapti-da. Agar bo'lmasa, menimcha uncha-muncha odam qo'y boqish ilmini o'rgataman deb Instagramga chiqishi qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oson emasda o'zidagi g'ururni yengib chiqib, shu narsani e'lon qilib, uni ilmini o'rgatish oson daraja ish emas deb o'ylayman. Shu sababli biz ham maqsadimiz qaysi yo'lligi ahamiyatsiz, muhimi ilmga olib kirish ularni. O'qish muhimligini tushunishda, u ertaga IELTS olib o'qituvchi bo'lish shart emas yoki ingliz tilida professional bo'lib ketishi muhim emas biz uchun. Shu mindsetni shakllantirib oladi. Bizni bitirib ketgandan keyin ham
qaysi sohaga kirishidan qat'iy nazar ilm olish kerakligini ongiga singdirib oladi. Ya'ni mindset shunaqa bo'lib qoladida. Maqsad shu. Shu qiymatlarni taqdim qilamiz biz ko'pincha. Rahmat kattakon. Doston aka, bilamiz sizda ham o'quv markazingiz va maktabingiz bor. Men o'zimga qiziq bo'lgan savol, nimaga aynan maktabingizni Mirzo Ulug'bek maktabi deb nomladingiz? Shuni aytsangiz, keyin savolga qaytamiz. Yaxshi. Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Endi borgan sari xususiy maktablar ham faqat Namanganda emas, butun O'zbekiston bo'yicha rivojlanib boryapti, ko'paymoqda. Ota-onalar ham xususiy maktabdagi natijalarni seza boshlashdi. Endi aynan bizning maktabimiz Mirzo Ulug'bek bo'lishiga sabab ikkita sabab bor. Bittasi fizika fani va matematika faniga biz katta urg'u beramiz. Bilamiz, o'sha tariximizdagi o'zbek bir millatini kuchli bir shaxsi sifatida Mirzo Ulug'bek bobomizni tan olib, hozirgacha bilimlarni o'rganadigan bo'lsak, matematika, fizikani bilgan bola, meni shaxsiy fikrim, hayotni boshqacha, xuddi zamonaviy tilda aytganda 3D da ko'ra oladi deb o'ylayman. Meni shaxsiy fikrim. Va ikkinchi bir ajoyib sababi bor. U ham bo'lsa, otamlarning ismi Ulug'bek aka, Ulug'bek. Shuning uchun bir ichida otamlarning ismi ham bo'lsin degan maqsadda Mirzo Ulug'bek nomidagi aniq fanlar va chet tillariga ixtisoslashtirilgan xususiy maktab deb nomlaganmiz. Shu ikkita yo'nalish bo'yicha chuqur bilim berishga harakat qilib kelyapmiz. Rahmat. Xo'p, bularga bergan savolimni sizga ham beraman. Aynan o'quv markazingiz bo'yicha, bularga aytgandek, aynan o'quv markazingizdagi qanaqangi USP deydi, unique selling point nimadaki, ya'ni o'quvchilar o'sha boya aytganimdek 1 soat oldin kelib, 1 soat kech ketishadi. Ya'ni o'qishga qanaqa qilib qiziqtirasizlar? Aynan ingliz tiliga emas, hozirgi aytganlaridek, aynan ilmga nima anaqa sharoitni qilib berasizlarki, bolalar qiziqib, ishtiyoq bilan kerak bo'lsa ko'chadagi futbolni tashlab bo'lsa ham, boshqa ishni tashlab bo'lsa ham vohira ketishga harakat qiladi. Buni asosiy yo'llardan biri, biz foydalanadigan yo'llardan biri bu psixologik bir yondashuv yoki psixologik o'quvchi bilan suhbat degan bo'lardim. Imkon qadar vaqt ajratishga harakat qilaman. O'quvchilarimiz bilan rejalashtirmagan holatda ko'rishib, uchrashib, ustozlarimiz bilan shunchaki darsni taxminan bir 5-10 daqiqaga pauzaga qo'yib, shunchaki maqsadlari haqida, u o'quvchimizni misol uchun ota-onasi, ota-bobolari kim bo'lgan, u o'zligini topishda nima harakatlar qilyapti, shuni o'rganishga harakat qilaman. O'ziga mas'uliyat berishga harakat qilaman va o'quvchi ustozlarimiz ham boshida o'sha kirish qismida ham aytdim, ustoz shogird bir qadriyatlarni tizimini yaxshi ushlashga harakat qilamiz. Odatda ustozlarimiz ham o'sha psixolog bo'lib ketishgan. Haligi aytganimday, xuddi ota-onalari nima deyishsa, shuni bajaradigan darajada ustozlarni hurmat qilishadi. Bizda o'ylayman, men haligi to'g'ri Jahongir aytdi, hamma narsa muhim, hammasi muhim, lekin eng birinchi o'rinda ustoz. Har qanday o'quv markazida ham, maktabda ham istalgan ta'lim dargohi bo'lsin, eng dahshat sharoitlarni qo'yaylik, lekin ustoz beradigan qadriyat, ustoz beradigan tajriba, bilimni menimcha qadri juda ham baland va o'ylaymanki, bizni asosan tanlashlarning asosiy sabablaridan biri ham har bitta o'quvchiga beriladigan ustoz tomonidan, balki boshqaruvchimiz tomonidan yoki shaxsan men o'zim aytganimda istalgan vaqtda imkon qadar ular uchun xuddi bir syurpriz qilishga harakat qilaman. Suhbatlashib o'tirib, kerak bo'lsa o'sha insonni, o'sha o'quvchimizni ustozdan yo kimdandir eslab qolib, nomerini saqlanch qilib, kerak bo'lsa o'sha Telegramda qandaydir story qo'yadi-ku, story qo'ygan paytida qaysidir kuni o'sha suhbatimizdan 1 hafta o'tdimi, 2 hafta o'tdimi, 1 oy o'tdimi, men o'sha insonga berayotgan e'tiborimni
ko'rib tursin degan maqsadda nimadir to'g'ri yo'lda ketyaptimi o'sha storiga bir zo'r deb turib reaksiya qoldiraman. Nima maqsadda? Ha, demak man shunchaki bitta o'quvchilardan biri ekanman emas, balki ha, man qadrli inson ekanman. O'sha Jahongir aytgan insonga care berish kerakda. Har bitta inson alohida bitta bir mijoz sifatida qaramasligimiz kerak menimcha. Har bitta individual inson biz e'tibor mana o'zingiz aytganingizdek, mana misol uchun Namanganda ham nechta o'quv markazlari bor. Mana suhbatlashib nima qilib Namanganni bir o'quv markazlar tomonidan bir qandaydir fikr bildiryapmizmi? Biz uchun berilgan e'tibor. Biz ham xursand bo'lamiz bu narsadan va o'quvchi ham aytganimizdek, ha, menga alohida e'tibor berdilar deb turib o'ziga qo'shimcha motivatsiya oladi va shu motivatsiya odatda bir necha hafta yoki bir necha oygacha ham yetishi mumkin. To'g'ri, biz vaqtimiz jismonan har bitta o'quvchiga yetmaydi. Lekin imkon qadar shu narsani e'tibor berish kerak. O'sha social networkdan ham foydalangan holda rahmatulloh bir qiziq narsa aytdilar. To'g'risi qisman qo'shilaman, qisman bir o'yladim hozirda javob berayotganlarda. Instagram ishlatadigan inson yetti ololmaydi degan gap nima qildilar? Ha, intizom muhim. Lekin ba'zan bu narsani to'liq cheklab qo'yish, maslahat beramiz dedilar, lekin shaxsiy fikrim maslahatdan 100% hamma o'quvchi ham haligi rioya qilavermaydi. Namanganda o'sha aytganimday maslahatni sal balki kuchliroq berishimiz ham yoki asli bizni maslahatimizni qadri balki balandligidan ham menimcha o'quvchilar rioya qilib turib aytganimizni qilishsa kerak. Shuning uchun ham balki natijalarga bu ta'sir qiladi. Aytganimday ustozlarimiz va berayotgan e'tiborimiz menimcha bizni tanlab kelishayotganiga sabablardan biri. Rahmat. Qo'shimcha qilaman bularning gaplariga. Mana o'quvchi masalasi bu juda ham muhim. Haqiqatda o'qituvchi bizda o'zi treninglar borda, masalan, o'quvchini o'rganish jarayonida, masalan, qanchadir muddat o'tganda o'sha unda o'rganishga bo'lgan motivatsiya tushib ketadi. O'sha o'qituvchi buni his qilish kerak. Uni to'g'ri yo'naltirib, uni ko'tarib qo'yish kerak. Boshida kelganda unda energiya 100% edi. O'sha bir oydan keyin misol uchun 40% ga tushdi. Uni ko'tarishga o'qituvchida yo'l bo'lish kerak. Endi u tomonga eng asosiy yondashuv psixologik tomondan yondashuv, uni maqsadi nima, gaplashish, boshqa narsalar 100% misol uchun yordam beradi. Bu narsalar bizda ham bor. Masalan, biz eng asosiysi bizda o'qituvchilar ham o'sha hamma bularda ham bo'lish kerak. O'sha o'qituvchilar eng asosiy yutuqlardan bittasi hisoblanadi. Bizda maktab o'quvchilari dars o'tishmaydi misol uchun. Hammasi o'sha o'qituvchi bo'laman, shuni halol kasb qilib, shuni orqasidan pul topaman deganlar o'qituvchilikni yaxshi ko'radiganlar. Chunki bir kishiga nimadir o'rgatishi yoqtirsa, o'sha u misol uchun maza qilib dars o'tadi. Yoki mana oilasida stress bo'ldi, boshqa qildi. Endi men ham o'qituvchini farzandiman, ota-onam o'qituvchilar, o'rgatish yoqadi masalan. Nimadir stresslar bor, boshqaruvda. Shundoq darsga kiradigan bo'lsam, dars kirib, o'sha 1 soat, 1,5 soat dars o'tib chiqqandan keyin o'sha energiya 100% ga to'lib chiqadi. Shuning uchun o'quvchini qiziqishida o'qituvchini o'rni juda katta. U qo'shilaman. Endi Instagram masalasida bizda o'sha 2-3 oy borda ekzaminga. O'quvchini 2-3 oy masala 2-3 oy vaqti bor xolos. Shuning uchun o'sha 2 oylik vaqtini hisoblasangiz ham 100 nechidir soatga to'g'ri keladi. Shuning uchun har bitta minutini ham foydalangan holatda sal jo'skiroq o'quvchini holatidan kelib chiqib shunaqa qilganmiz. Lekin agar ular haqiqatda kichikroq, masalan 5-6 hali vaqti bor bo'ladigan bo'lsa, social mediadan, u texnologiyadan foydalanish kerak. Chunki Instagramda ham yaxshi kanallar bor, misol uchun o'rgansa bo'ladigan, so'zlarni o'rgansa bo'ladi bor, qiziqarli qilib mana qilib bor, YouTube'larda bor misol uchun. Endi bizning holatda o'quvchilarda o'sha 2 oy vaqt, 3 oydan keyin topshirish kerak. Ota-onasi telefon qiladi, yaxshimi, boshqami deydi. Keyin biz ularga aytamiz. Maksimal o'quvchini o'zi bilan gaplashamiz. Shunday vaqtini hisoblab beramiz unga. Kuniga necha soat uxlaysan? 8 soat. Mana shuncha qoldi. Necha soat ovqatga ketadi? Shuncha vaqting qoldi. Keyin shuni maksimal darajada 2 oyda mana shu IELTS uchun bag'ishlab ber. U 2 oy o'tgandan keyin 24 soat xohlagan anaqa social mediadan foydalansan, xohlagancha kino ko'rasan, boshqa qilasan deymiz. Endi biz haligi holatdan kelib chiqib bu. Lekin baribir u shaxsiy fikr, agarda long term learning bo'ladigan bo'lsa, o'sha social mediani ham o'ziga kerakli tomoni bor. Endi unda kontrol muhim hisoblanadi.
o'sha o'zini kontrol qilib kerakli kanallarga kirib yaxshi unda ham o'rganib olsa, bu o'rganmasin emas, o'rganib olsa bo'ladi. Keyin sharoit ham muhim. Coworking zona ham muhim. Misol uchun faraz qiling, mana men kursga kirdim, 1,5 soat dars bo'ldi. O'sha coworking yo'q menda. O'quv markazida coworking yo'q bo'ladigan bo'lsa, kutubxonaga borsam o'ta shovqin bo'lishi mumkin, odam ko'p bo'lishi mumkin, joy bo'lmasligi mumkin. Uyga boradigan bo'lsam, jiyanlar bor, boshqalar bor, televizor bor. Televizor bor, masalan, shovqin bo'ladi. Yostiq bor, o'qib. O'sha ko'p narsalarga anaqa qilish kerak. O'sha ko'p to'siqlardan o'tish kerak agar. Lekin o'quv markazida coworking bo'ladigan bo'lsa, u must deydi-ku, qilish kerak bu narsa. Bo'ladigan bo'lsa, o'sha hamma o'qiyapti. Sal uyqu kelsa ham, o'sha atrofga qarasa, o'sha hamma o'qib o'tiribdi. Ta'siri bor-da. Ta'siri bor, katta ta'siri bor. Shunga coworking ham, bu bizda ham bor, o'quvchilar o'sha shuning uchun ham ki, sharoit ham yaxshi bo'lish kerak, misol uchun dars qilishiga, boshqasiga tinch bo'lish kerak. Mana shu faktorlar ham anaqa ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha bizda xohlagan payt kelib, xohlagan paytgacha dars qilishga imkoniyatlar bor. Bu ham asosiy anaqa fikr. U faktorlar muhim emas degan ma'noda emas. Eng birinchi o'ringa ustozni qo'yganimiz to'g'ri. Ustozni qadri baribir baland degan. Eng birinchi o'rinda va undan so'ng qolgan punktlar bo'lsa, menimcha ta'limda. Mana siz tushunishim bo'yicha aynan ustozni как бы uyqotgan fundament qiladigan bo'lsak, keyin qolganini tepaga qilib bitta uy Ustozni hurmat qilsa, hammasi bo'ladi. Bosqichma-bosqich hammasi bo'ladi. Aytganingizda o'sha Jahongir aytgan qiziqmayotgan o'quvchini, misol uchun qaysidir bir lid bilan, qaysidir bir faktor bilan qiziqtirib olish uchun hammasi muhim, hammasi kerak. Haligi aynan misol uchun Toshkentda ham ko'p o'quv markazlari mavjud. Bilishim bo'yicha qaysidir o'quv markazlari o'qituvchiga unchalik urg'u bermaydi, o'qituvchini olib chiqishga harakat qilmaydi. Chunki u o'qituvchi ertaga o'quv markazidan ketib qoladigan bo'lsa, unga bog'liq bo'lib qolgan va kelib turgan oqim pasayadi degan taxmin borda. Bilmadim, shaxsan menda bizni haligi tizimimizda yoki bizni qadriyatlarimizda bu qo'rquv yo'q. O'qituvchini biz imkon qadar ko'tarishga harakat qilamiz. O'sha ijtimoiy tarmoqda ham umuman biz berayotgan e'tibor tomonidan ham o'qituvchini haligi markaziy yuzi sifatida ba'zan misol uchun reklamalarda qaysidir ustozni qo'ymasdan atayin misol uchun faqatgina markazi nomini qo'yish mumkin yoki faqatgina o'sha o'quv markazini egasini o'zini rasmini qo'yilishi mumkin. Biz imkon qadar ustozlarimizga hamma e'tibor va urg'uni berishga harakat qilamiz. Sababi aytganimdek, natija qilib berayotganlar asosan baribir aylanib kelsak ustozlarimizda. Ularga menimcha ular loyiq bo'lgan e'tiborni doimiy ravishda berib turishimiz kerak. Ustozlarning haligi malakali bo'lishi o'zi mast hisobda turadi-da. Shuning uchun qolgan rekomendatsiyaga qo'shilmaydi ular. Qo'shilmaydi. U bo'lmasa o'quv markazi ham yo'q. U mastda, shuning uchun ham u aytilmadi mening nazarimda. E'tibor qilmadik biz, adashmasam. Haligi qo'shimcha jalb qilish mumkin bo'lgan narsalar. Usiz markaz ocha olmaysiz o'zi. Shunaqa. Endi yana birinchi resurs-ku o'qituvchi bo'lish, to'g'ri? To'g'ri. Endi yana bir tomoni bor. Misol uchun IELTSda oladigan bo'lsak, aytaylik, endi bu boshqa mavzu bo'lishi mumkin, lekin aytaylik, ikkita misol uchun ustoz sizda o'quv markazingizda ishlamoqchi. Bitta bitta ustozni IELTSdan balki tasavvur qiling 8-8,5 balli bor, bitta ustozni taxminan 7 balli bor. Shu holatlarda biz imkon qadar birinchi o'rinda yuqoriroq ballga uchmaslikka harakat qilamiz. Nimaga desa, mana rahmatulloh yaqinda ham aytdilar, 1-2 oy energiyasi bo'ladi, energiyasi tushib ketgandan so'ng ko'tarib olish kerak. Tajribamizda to'g'risi ko'rganmiz. Misol uchun o'sha 8-8,5 olgan ustozlar kerak bo'lsa, 6,5 dan shogirdlari 6,5 dan u yoqqa o'tmagan. Kerak bo'lsa. Lekin shunday ustozlar bo'lgan, taxminan aytaylik, o'zini balli 7 ball olgan, lekin shogirdlari o'zidan o'tib 7,5-8. Demak, bu yerda o'sha Jahongir aytayotganday, ta'kidlanayotganday, menimcha psixologik o'zini ustozni bir o'zini ustida ishlashi, pedagogik mahorati va inson sifatida o'sha
o'zidan chiqayotgan energiyani doimiy ravishda tarqata olishi juda ham muhim. Sababi IELTS tasavvur qiling 8 lekin u ustozga o'quvchi ixlos qilmasa, to'g'ri, lekin o'sha ustozni energiyasi tushmasligi uchun uni trigger qilib turadigan tizim bo'lishi kerak-da. to'g'ri. 8 olgan ustozni o'quvchilarining natijasi yaxshi chiqmayotganligi uni trigger qiladigan nimadir yo'q bo'lishidan ham kelib chiqishi mumkin. Balki sabablardan biri. Chunki ustozlarni o'quvchilarini ko'rsatayotgan natijalarini unga berilayotgan bahosini yig'ib boriladigan yoki unga nimadir yo'naltiriladigan tizim qo'yilsa, ularda ham o'zgaradi. O'zgarmasa xayrlashish kerak. KPI. O'zgarmasa xayrlashish kerak. Shunaqa tizim qo'yib qo'yish kerak. Yaxshi natija oldimi, unga nimadir e'tibor qilishga, masalan, pul ko'rinishda yoki boshqa ko'rinishda e'tibor qilish. Albatta. Rag'bat qilish kerak. O'sha rag'batni ham tizimida. Tizimda-da, tizimli bo'lish kerak-da. Biz masalan, bizda shunaqa tizim bor. Biz atrofdagilar kim nima qilishi ahamiyati yo'q. Aynan ustozni mehnatini qadrlash maqsadida shuni qilganmiz. Bilsangiz, ko'pincha haligi o'quvchi ball olsa, unga cashback beriladi degan nima ko'zimiz tushadi. Shuni ustoziga xuddi shu nuqtada bir xil cashback beramiz. Natija olsa. O'quvchining natijasi ustozga ham albatta. Masalan, o'quvchiga 5 million pul beryapsizmi, ustozga ham beramiz. U bunga mehnat qilganligi uchun unga rag'bat bor-da bu yo'lda. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha ustozlarni ham yaxshi holatda ushlab turish uchun, doimiy motivatsiyada ushlash uchun tizim baribir muhimda. Kattalashayotgan o'quv markazi bo'lsangiz, ko'proq insonlarga xizmat ko'rsatishni niyat qilgan bo'lsangiz, tizimsiz bu narsa qiyinda. Hali ustozlarni saralab, ularning motivatsiyasi borligiga qarab olishingiz juda ham zo'r narsa. Qachongacha? Tizimsiz qiyinda bu narsani amalga oshirish. Davom ettirishda. Ularda ham motivatsiya tugaydi qachon. Hamma odamda shunaqa-yu. Inson charchaydi baribir. Har doim kelib turib gapira olmaysiz buni. Ruhlantirishingiz qiyin-u. Masala yechimi tizim bo'ladi. Tizim. Bizda 200 ta xodim ishlaydi masalan. Qachon ulguraman men gaplashib chiqishga har biri bilan. Bir kunda bittadan gaplashsam 200 kunda gaplashishim kerak-da. Aytmoqchi bo'lganim, ko'proq odamga xizmat qilinish niyat qilinadigan bo'lsa, bolalarni Namangan xalqi umuman O'zbekistonga xizmat qilish bo'lsa, shu tizim orqali qilinsa, men o'ylayman, yaxshiroq, uzoqroqqa boriladi deb o'ylayman-da. O'zi mana shu tizimni qursa haqiqatda o'zi shunaqa holat bo'ladiki, o'zi o'quv markazi tomonidan olganda qaysi o'qituvchi bo'ladi, bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ham o'zi tizim borligi uchun o'zida katta ishonch bo'ladi. Masalan, mana shu tizimlashish o'ziga biz o'zimiz 1,5 yil davomida, 2 yil davomida Toshkentda o'sha biznes kurslarda o'qib boshqa qilib 1,5 yil, 2 yil maksimal darajada harakat qildik. Masalan, o'sha hozir bo'limlarga bo'lingan HR bo'limida mana o'qituvchi ishga olish masalasida haqiqatda 8 bali bormi? Oldin shunaqa bo'lardi. Noto'g'ri tendensiya rivojlangan. Endi oldilar. Hozir o'sha ancha pasaydi. Bir kishi 8 bali oldi, 10-sinf o'quvchisi. Bo'ldi, o'sha unga bitta gruppa qilib beriladi. Misol uchun, u endi u o'ta noto'g'ri narsa. Masalan, biz o'zimizda misol qilib olganda, bizda hozir o'sha 8 bali bo'lsa ham, mana yaqinda bitta 8,5 balli kandidat bizga ishga kira olmadi. Misol uchun. Yoki o'sha bal to'g'ri, unga bizda o'sha tizimlashganda HR bo'limida ham o'sha har bitta o'zini bali bo'yicha birinchi ball bo'ladi, keyin registratsiyadan o'tadi. Savollarga qanaqa javob yozdi, unga ball beriladi. Keyin undan o'tsa, keyin intervyuga chaqiriladi misol uchun. Intervyuga chaqirgandan keyin unga bitta mavzu berib, bir kun vaqt beriladi, tayyorlanib keladi. HR bo'limi boshlig'i o'tiradi, u dars o'tadi. Eng asosiysi pedagogik mahoratni tekshirish bo'ladi. Endi mana shunga ko'proq e'tibor berganmiz, chunki Olmantaga olma tushadi, o'qituvchini haligi farzandi bo'lganimiz uchun o'sha o'qituvchilik mahoratini birinchiga qo'yamiz. Bu bo'lmasa o'quvchiga o'rgatish katta masala bo'lib qoladi. Keyin uni o'rgatishini ko'riladi. O'quvchi undan o'tsa, agar yangi bitta xodim o'qituvchilikka kirmoqchi bo'lsa, keyin u 15 kun davomida o'rtacha holat yoki minimum 10 kun davomida probation periodda bo'ladi. HR bo'limi o'zi unga bizda o'zi Kaizen metodikasi bor. Ya'ni o'zimizda kitoblar bor, o'shanga maksimal tayyorlaydi uni. Keyin undan o'tgandan keyin oxiri u menga keladi keyin. Keyin men o'tiraman, HR bo'lim o'tiradi, keyin bitta mavzu beriladi, dars o'tadi. Undan o'tsa, keyin bitta gruppani sinov qilib beriladi. Keyin orada tasodifiy hozir ham o'sha bor. Har oyda 1-2 marta o'qituvchilar darsini tekshirib turiladi. Undan ham o'tadigan bo'lsa, keyin gruppalar ko'payaveradi. Keyin ko'payadi. Eng asosiysi, keyin o'qituvchilarga motivatsiya ham berish kerak. Uning uchun tizim bo'lish kerak. Masalan, bizda oylik beriladigan bo'lsa,
o'qituvchini birinchi o'rinda fiksiya qismi bor, misol uchun bitta o'quvchiga ishdan keyin tajribasi bor. Ba'zi o'qituvchi bor yangi keldi, lekin ba'zi o'qituvchi bor 2 yildan beri ishlaydi misol uchun. Har yilda misol uchun qo'shimcha mukofotlar anaqalar qo'shilgan. Keyin undan tashqari natijasi eng asosiysi. Siz bitta guruhga o'qitdingiz, masalan 8 ball, 7 ballda chiqdimi, o'sha 7 ball, 7,5 ball, 8, 8,5, 9 ga har bittasiga o'sha bular aytgandek, men Jahongir aytganlaridek, o'sha anaqa mukofotlar yoziladi misol uchun. Tizimli ravishda. Keyin eng asosiysi self development qismi ham bor. Agar o'qituvchini o'zini bali 8 ball misol uchun, keyin o'zini ustida ishlab boshqa qilib 1 yildan keyin topshirdi 8,5 ball bo'ladigan bo'lsa, unga ham detalli qilib, agar shu ballga o'qituvchi erishadigan bo'lsa, shunaqa mukofotlar bor qilib o'sha tizim qo'yilgan. Haqiqatda o'sha tizim bo'ladigan bo'lsa, eng katta ko'p muammolar o'sha tizim orqali yechiladi. Ayniqsa filialni ko'paytirmoqchi bo'lsa. Bitta filialda bilinmaydi, lekin 2 3 ta qilib qo'ysa, o'sha tizim yo'q bo'lsa, o'sha anaqa, chunki baribir bir kishi 2 ta joyda bo'la olmaydi-ku masalan. To'g'ri. Tizimga ham ko'proq e'tibor berish kerak. Rahmat ustozlar. Bilamiz, hozir hammanglarda o'quv markazida katta urg'u IELTS ga qaratilgan. Kelajakdagi IELTS evolyutsiyasi qanaqa darajada ko'ryapsiz va qanaqa bo'ladi? Ya'ni IELTS kelajakda bizning o'quvchilarga qanaqa darajada kerak bo'ladiki, yoki biz hozirga aytaylik 1-sinf bola yoki 2-sinf bola hozirdan ingliz tilini o'rganib to 11-sinfga borguncha IELTS o'qishi kerakmi va uni evolyutsiyasi qanaqa darajaga yetib boradi? Endi IELTS kelajagi haqida agar gapiriladigan bo'lsa, menimcha xuddi maktabni shahodatnomasi singari kerakli bir balki hujjat singari aylansa kerak kelajakda. Nimaga? Sababi o'sha suhbatimiz boshida ham rahmatulloh ham Jahongir ham ta'kidlab o'tishdi. Haqiqatan ham chet elga chiqish haqidagi уже bu orzu emas, balki aniq bir rejaga aylandi. Nimaga desa, Erishib bo'ladigan. Ha, erishib bo'ladi. Chunki bitta oiladan bitta, misol uchun katta farzand qayerdadir o'qiyapti, nimagadir erishdi, o'z yo'lini topdi-da qisman bo'lsa-da. Balki dahshat mutaxassis emasdir, lekin o'sha chet elda aytaylik networking qildi, tanishlar orttirdi, bitta sohada misol uchun bir yo'lini topib turib, yaxshigina daromadga ega bo'lyapti. Endi hozir ularni ukalari, singillari, jiyanlari bu zanjir bo'lib davom etadi. Bundan bu yog'iga meni shaxsiy fikrim, IELTS haligi piki deymiz-ku, eng yuqori nuqtasi. Ba'zilar aytadi, IELTS misol uchun eshitamiz, biz o'quvchilarimizdan ham ko'pchiligi bilan maslahat qilamiz. IELTS chiqadigan pikiga chiqib bo'ldi deyishadi. O'zbekiston yiliga 1 millionga ko'payyapti. Uni haligi boshqa davlatning liderlari ham kerak bo'lsa tan olib gapirishyapti. 1 millionga ko'payayotgan holatda menimcha bu tendensiya pasaymasa kerak. Faqatgina oshadi va o'ylaymanki, misol uchun Namanganda hozir necha marta o'tkazayotgan bo'lsanglar testni, katta ehtimol yoki venyuni kattalashtirishga yoki test o'sha o'tkaziladigan sanalarni ko'paytirishga katta ehtimol keyingi 10-15 yillik ichida shu darajada ko'tarilib borsa kerak. Meni shaxsiy fikrim. Bu fikrlarga ham qo'shilaman, biroz qo'shimcha qilmoqchiman ozgina. Mana shu IELTS olsa davlatimiz tomonidan ham o'qituvchilarga ustama berish, misol uchun 7 ball olsa, o'sha imkoniyatlar ko'paydi. Keyin IELTSdan kimdir 7 ball oladigan bo'lsa, o'sha pulni qaytib berish. Mana shu ham katta sabab bo'ldi ko'pchilik qiziqishiga boshqa qilishiga. Endi bu zo'rda, masalan, topshirasiz, 7 ball olsangiz o'sha 2 million pulingiz qaytib olasiz. Ota-ona ham xursand bo'ladi, o'quvchi ham o'zidan faxrlanadi, boshqa qiladi. Endi IELTS tendensiyasi rivojlanishi meni fikrim bo'yicha ko'paysa ko'paydiki, pasaymaydi. Chunki IELTS o'sha dunyo miqyosida oladigan bo'lsa, IELTSni ko'p universitetlar masalan tan olgan bu narsani. O'sha bizda ham, o'zimiz oramizda ham, xalq orasida ham IELTS o'sha oddiy bir kundalik hayotda ishlatiladigan so'zga aylanib bo'lgan masalan. Men oldin masalan 10 yil oldin 7 ball olish masalan juda katta haligi bir orzuga aylangan, misol katta toqqa, uzun baland toqqa chiqishga singari bo'lgan masalan. Hozir lekin o'sha oddiy qarash boshlandi. Bu yaxshi ma'noda o'sha ilmi ko'tarilganda. Meni fikrim bo'yicha borgan sari o'sha 5-6-sinfdan o'quvchilar, biz yoshlarimiz yana ham ilmli bo'lib boradi. O'sha ingliz tili bilish ular uchun, o'sha biz uchun, bizning xalqimiz uchun bora-bora o'sha oddiy holatga aylanib boradi. Meni fikrim bo'yicha endi bu yaxshi, chunki baribir ham o'zbek tili ham ingliz tilini biladigan bo'lsa, yana qo'shimcha 1-2 ta tillarni biladigan bo'lsa, o'sha
kelajak yaxshi bo'ladi. Til bilgan nima edi maqolimiz? El biladi. Til bilgan el biladi misol uchun. O'sha. Shunga уже tendensiya borgan sari oshib boraveradi bundan buyog'iga. Ota-onalarimiz ham tushunishni boshlashdi-da, ingliz Shunaqa tili. to'g'ri. Oldin misol uchun o'zga gapingizda bo'ldim. Ingliz tili o'qiyapman deb aytadigan bo'lsa, ukalarimiz kelib yoki ko'chadagi ingliz tili o'qiyapman desa, hamma birinchi savoli qachon IELTS topshirasan? Ya'ni aynan ingliz tili degan so'z, nima teng IELTS ga bo'lib qoldi. Shoirga siz qanaqa ko'ryapsiz evolyutsiyasini aynan IELTS? Boyagi mastga aylanib boryapti-da. Xalqaro kompaniyalarning O'zbekistonga kirishi, xalqaro standartlarga chiqish yo'lida bizga albatta ingliz tili muhim hisoblanadi. Tadbirkorlik ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, aynan bizning soha va bizga yaqin sohalarda kelayotgan xodim, ikkita yaxshi xodim, bittasida IELTS borligi unga plus beryapti. Buni hamma ko'rib turibdi va shunga intilish tobora oshib boryapti-da. Deylik, mana xususiy maktablar miqyosida qaraydigan bo'lsak, biologiya o'qituvchisi olmoqchisiz. Ikkita zo'r biologiya o'qituvchisi keldi, hamma taraflama zo'r. IELTS bor odam mana shu nuqtada yutib ketish ehtimoli katta. Chunki siz u bilan ko'proq narsani amalga oshira olasiz. U o'qituvchi bilan o'quvchilarga xalqaro tajribalarni, bilimlarni u o'qituvchi orqali olib kirib berishingiz mumkin. Ingliz tilini bilganligi uchun zamonaviy metodikalarni o'rganishi tezroq bo'ladi. Mana hozirgi kunda men xususiy maktabdagi o'qituvchilarga metodika bo'yicha o'zbek tilidagi darsliklar yoki o'qituvchilarni topib bera olmayapman. Metodika o'rgatadigan. Hammasi ingliz tilida-da. IH bilaman, IH dunyodagi eng zo'r kurslardan bittasi. U yerda o'sha metodika bo'yicha ham, o'qituvchilikka tayyorlash bo'yicha ham zo'r kurslar bor. Bilsangiz kerak IH. Ingliz tilini bilmaydi ko'pchilik, shu uchun to'siq bo'lib qolyapti-da. Agar ingliz tilini bilganda edi, IH kurslarini taklif qilardik. Ham arzon. Qimmat emasda o'ta darajada. Biz metodologiya bo'yicha yaqinda Instagramda bir reklama ko'rdik, qiziqdik, maktabimizga shu narsani joriy qilamiz deb bordik. Qimmat aytilyapti kurs narxi, 25 million deyapti-da. IHda ham unchalik emasda kurs narxi. To'g'risi. Va biz shu IHdan ko'p narsa o'rganishni boshladik-da. Ko'pchilikda suhbat davomida aytilgan IH, ya'ni International House London sertifikati haqida savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Keling, bu haqda sizga ma'lumot beramiz. Eduaction markazi O'zbekistonda birinchi bo'lib, 2024-yildan buyon International House London bilan hamkorlikda Teaching Young Learners kurslarini o'tkazib keladi. Ushbu kurs aynan yosh bolalarga ingliz tilidan dars beradigan ustozlarga mo'ljallangan bo'lib, darslar Cambridge va International House London ustozlari tomonidan olib boriladi va kursni tugatganingizdan so'ng xalqaro sertifikatga ega bo'lasiz. Kurs haqida yanada batafsil ma'lumot olish uchun ushbu QR kodni skanerlang. Agar ingliz tilini bilsa va qo'shimchasiga darajasini IELTS nuqtasigacha olib borsa, baribir ingliz tilini bilishingizni bir isbot sifatida sizga kerak-ku. IELTS topshirgan bo'lishingiz sizga bitta katta plus olib keladi. Men o'ylayman, borib bu mastga aylanadi. Davlatimiz bunga zo'r siyosat amalga oshirdi. Maktab o'qituvchilariga sertifikat olsa pul berish boshladi. Mana rahmatulloh aytdi, ingliz tili o'qituvchilariga ham hattoki olganiga pul deyapti. O'z mantiqan unda bo'lish kerak, lekin pul ham to'laymiz deyapti. Maqsad rivojlantirish, xalqni ongini rivojlantirish va borib mana endi shu narsa sekinlik bilan kamayib boryapti. B2 daraja bo'lmasa, endi maktabda ishlash mumkin emas. Bu zo'r. Kim yutadi? Standartlar oshyapti-da. Standart oshyapti. Kim yutadi? Xalq yutadi. O'quvchilar yutadi. Chunki darajasini oshirgan, doimiy o'zini ustida ishlab yuradigan o'qituvchilardan ta'lim oladi-da. Men o'ylayman, endi qancha yilligini men hozir oldindan taxmin qila olmayman, lekin yaqin kelajakda faqat o'ssa kerak deb o'ylayman. Faqat. Chunki e'tibor bering, bundan 5 yil avval, 5 yil uzoqqa bormaylik, 5 yil avval 6-sinf, 7-sinf o'quvchilarini IELTS olishi juda kam holat edi-da. Juda ham rare holat edi. Hozir ko'payib ketdi. Bitta ikkita chiqsa, hozir ko'payib ketdi. to'g'ri. Raqobat o'sha yerda hozir. Katta raqobat o'sha yerda. Haligi tendensiya yosh surilyapti-da pastga qarab. Biz o'zimizning markazimizda hamda mana yaqinda bitta 8-sinf qizni topshirgan, 8,5 olganda. Birinchi urinishda olyapti-da. Qanaqa qilib oladi, men hayronman, to'g'risi. 7-sinf o'quvchilar topshirib olyapti, 6-sinflar topshiryapti. Mantiqan hisoblaganda IELTS imtihoni o'zi 18 yoshdan yuqorilar uchun-da. Insho yozish qismi, speaking qismida dunyo qarash
yosh, yil tajriba talab etiladi. Lekin yoshlar urib qo'yapti-da shu narsani. Tobora qiziqish ortib boryapti. Mana shu sabablar bor-da. Yana oshishiga. Rostdan ham uslublar haqida Jahongir aytgan fikrga rosa qo'shilaman. Sababi haligi qaysidir darajaga yetib kelganimizda o'ylaymiz, misol uchun men ham orada IH deganda esimga tushdi Jahongirni 2016-yil birinchi aynan o'sha Madriddagi IH ga borganman, Celta'ni olib kelganman. Undan so'ng o'tgan yili ham aniqroq 24-yil ekan. 24-yilda adashmasam IH hozir Young Learners olib keldinglar. Aynan o'shani o'qib nima qildim. Shunda amen bo'ldimki, borishimdan avval endi deyarli 15 yildan beri dars beryapmiz. Endi biz ham haligi bir shogird chiqargan ustozlar bo'lib qoldik. Endi nima ham berarkin degan to'g'risi taxminan haligi bir shubha bilan bordim. Bordim-u qarasam yo'q, bilim to'xtamaydi. Hattoki o'sha Young Learners'da bir narsani tushunib yetdim. Hatto ob-havo, mana misol uchun o'sha hali tarjima qilib bizga o'sha uslublar o'zbek tilidagi kitobda hali yetib kelmaganda, yo'q. Oddiy misol dars davomida o'sha bolani diqqatini bir joyga jamlash uchun hattoki tashqaridagi ob-havoni ham inobatga olish kerak. Hatto ob-havoni. Hozir misol uchun biz mana qaysidir darajaga ustoz sifatida chiqdik. Xayolimizda o'ylaymiz, biz yetarli tajribamiz bor, biz yetarli qadriyatni bera olamiz, lekin aslini haqiqat shunday ekanki, bizdan boshqa haligi qobiqlarda deymizmi, boshqa bir nimalarni ichida haqiqatda buni ichida ko'proq izlanayotgan insonlar ko'p ekan. Va buni haqiqatdan IH juda ham bir zo'r tashkil qilgan. O'qituvchilar, ayniqsa ular o'qituvchini tayyorlashga, shunaqa o'qituvchini tayyorlashga. Asli u bir o'quv markazi sifatida ular ham Cambridge akkreditatsiyasidan o'tgan bir o'quv markazi sifatida, lekin o'qituvchi tayyorlash bo'yicha shu darajada yuqori darajaga chiqqanki, o'sha yaqinda nima bo'lganda ham, annual meeting bo'lganda ham nima bilan ham gaplashib qoldik, Barnom Muqimova bilan. Aynan shu masalada u ham mana shu IH ko'p gapirishyapti deb turib aytishdi. Katta ehtimol keyingi daraja o'qituvchilar uchun bir keyingi daraja menimcha agarda o'sha ustozlarimiz ko'rishayotgan bo'lsa, uslublarini yanada oshirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu bitta asosiy manbalardan biri bo'lsa kerak. Ha, eng mashhurida. Ha, eng mashhuri. Biz ko'p foydalanish boshladik bundan. Haligi yo'nalishlar ham bo'lib qo'yganda, IELTS o'qitadigan o'qituvchilar uchun alohida, kichkina yoshdagilar uchun alohida, o'rta yoshdagilar uchun alohida, ya'ni anaqa special alohida bo'lib qo'ygan. Hatto u yerda bolani oddiy misol aytayapti-da, biz juda ham bir intizomga o'rgatishga nima qilganmiz, haligi ko'p o'ylaymiz shu haqida, intizom. Misol uchun aytaylik, bitta savol beradigan bo'lsak, biz hozir o'sha yosh bolalarni o'qitishda imkon qadar o'sha xalqaro Cambridge, endi balki boshqa mavzudir, standartiga bir rioya qilib, bir darajamizni ko'tarishga harakat qilyapmiz. Oddiy misol, aytaylik, maktablarimizda hali ham bu sodir bo'lib turadi. Bitta savol bersa, kimdir javob berib yorsa, qo'lini ko'tarmasdan turib javob berib yoradigan bo'lsa, haligi bolani sandan so'ramadim deyiladi. Sandan so'raganim yo'q, jim tur deb turib boshqalar. Lekin o'sha aslida bolani dinamikasi, sinfdagi bir dinamikani, bir vibe uyg'otish kerak ekan aslida. O'sha haligi rus tilida aytganimizda akademik bardakni hosil qildirish kerak ekan. Misol uchun aytaylik, biz hozir ustozlarimiz shunaqa qilishadi, bolalar doskani oldiga kelib olib turib, haligi turib olishi bu normal holat. Nimaga? Ayniqsa yosh bolalarni o'qitishda nimaga? Bolaga birinchi o'rinda o'sha aytganimdek intizomdan ko'ra uni bilim olishi birinchi o'rinda muhim. Bilimga bo'lgan qiziqishi. Ha, misol uchun qaysidir darajaga ingliz tilida, faqat ingliz tilida gapirasan degan darajaga yetib keldi. Intermediate mi, upper intermediate mi, qaysidir darajada shunaqa qo'llaymiz-ku, sinfda faqat ingliz tilida gapirish. Misol uchun aytayapti, yosh bolami agarda o'zaro nimandir so'rasa, agar ta'sir qilmayaptimi, darsga xalaqit bermayaptimi bu narsa, tinch qo'ying, tegmang.
mayli gaplashsin. Nimaga? Chunki u bola asli o'zimizni tasavvur qilaylik, 4-sinf bola deylik, 4-sinf davrimizga qaytaylik, diqqatimizni bir joyda ushlab tura olganmizmi? Yo'q. Bu tabiiy holat. Biz hozir o'zimizni intizomga solib olganmiz. Ba'zan standartlarni o'sha 4-sinf boladan ham yuqoriroq yoshdagi bolalarni standartini talab qilib qo'yamiz. Oddiy misol o'sha men ko'rgan narsalarimdan biri haligi bir prioritetlarni to'g'ri qo'yib olishni ham o'rgatar ekanda. Shu taraflama juda ham katta plyus. Ustozlar, insaytlar uchun Allohga rahmat. Menimcha bu nafaqat o'quvchilarga yoki ota-onalarga, balki ustozlarga ham, ya'ni o'sha o'quv markazidagi, universitetdagi, maktabdagi ustozlarga ham juda ham manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Xo'p, endi nima deydi? Konklyud qiladigan bo'lsak, o'zinglarni Namangandagi yoshlarga, O'zbekistondagi yoshlarga, hattoki chet elda o'qib yurgan yoshlarga o'zinglarni maslahatinglarmi, akalik maslahat, ustozning maslahatinglarmi yoki ularga yetkazish kerak bo'lgan, ular bilishi kerak bo'lgan va qilishi kerak bo'lgan insaytlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hop, yoshlarga ilm o'qish uchun bitta ingliz bo'ladimi, boshqa fan bo'ladimi, nimadir maqsadga erishish uchun bitta o'zimni sekretniy usullaridan bittani bo'lishmoqchiman hozir. Bu birinchi o'rinda niyatni yaxshilikka bog'lab anaqa qilish kerak. Niyatni to'g'ri qo'yib olish kerak, misol uchun eng asosiysi. Masalan, o'sha IELTS ball olishdan maqsad nima? Yaxshi kasb egasi bo'laman. Keyin mana shu yaxshi kasb egasi bo'lsam, o'zimizni xalqimizga plyus tomonim bo'ladi. Yoshlarga yordam beraman mana shu yo'nalishlar bo'yicha yoki O'zbekiston rivoji uchun hissa qo'shaman va eng asosiysi ota-onamga shu yaxshiliklarni qilaman shuni orqasidan. Ana shu yaxshiliklarni ota-onaga, davlatiga, xalqiga, qo'ni-qo'shnilariga, aka-ukasiga, qarindoshlariga bog'lab qiladigan bo'lsa, o'sha maqsadga misol uchun 10 yilda erishadigan bo'lsa, uni yo'llari ochiladi, unga 1 yilda erishishi mumkin bo'ladi. Agar uni maqsadi yomon bo'lsa, faqat o'zini o'ylasa, misol uchun, men faqat o'zimga shu bo'lish kerak, faqat man deyaveradigan bo'lsa, unda o'sha 9 balli ilmi bo'lsa ham, o'sha 9 ball natijaga chiqmasligi mumkin. Shuning uchun eng asosiysi maqsadni to'g'ri qilib olish kerak. Ota-onaga, yaqinlariga, qo'ni-qo'shnilariga, aka-uka singillariga yordam berishdan, yaxshilik qilishdan hech qachon to'xtamaslik kerak. Mana shu ilmni ham shu yaxshilik qilishga bog'lab qilinadigan bo'lsa, ilm yuqishi ham ancha tez bo'ladi, unga erishish ham ancha tez bo'ladi. Shunchaki osongina tayyorlanib ham, voy men 7 ball kutmagandim, lekin 7 ball chiqib qoldi degan holatlar o'zida kuzatishni boshlaydi. Shuning uchun eng asosiysi niyatga e'tibor bering, ota-onaga, yaqinlarga yaxshilik qilishdan to'xtamang. Rahmat. Jahongir aka? Yoshlarga deb aytishimiz biroz g'alati, o'zimiz ham hali yoshmiz. Bizdan yoshlarga maslahatmi yoki bu ustozlarimizdan olingan tajribami? 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Bizni ustozimiz shuni ta'kidlaganlar, shu aniq esimda qolib ketgan. Rahmatullohning fikrlari 200% qo'shilaman bu fikrga. Niyat go'zal bo'lsa, amali ham juda go'zal bo'ladi. Juda ko'p narsa bu insonning niyatiga bog'liq va shundan keyin qilinadigan narsa yoshlarning ko'pida hozir ko'rayotgan xatoyimiz ustoz ushlamayaslik holati bor. Men ularga o'zini qiziqadigan sohasida unga ta'lim berayotgan yoki nimadir o'rgatayotgan ustozini juda ham qattiq hurmat qilishini, agar bo'lmasa o'ziga mos ustozni topishini maslahat beraman. Keyingisi amaliyot. Biz ustozimiz aytadilar, tekinga bo'lsa ham, pul berib bo'lsa ham amaliyot o'rganish kerak. Sababi tajriba bo'ladi bu narsa. Tajriba hech qayerda sotilmaydi, uni boshqachasiga olish iloji yo'q. Hozir juda ko'pchilik qaysidir bir nuqtaga erishgandan keyin, bilimga erishgandan keyin darhol pul topishi, unga qanchadir qiymat berilishini xohlashi aniq, ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Imkon bo'lsa, shu narsani imkoni bo'lsa, amaliyot qilib ko'rish, ustoz tutish va o'sha o'zini sohasida hatto tekinga bo'lsa-da amaliyot qilishlarini maslahat beraman. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Kuzatuvchilarimiz asosan menimcha ta'lim sohasidagi yoshlar bo'lgani uchun bir narsa aytaman. O'zimga yordam beradigan bir kichik motivatsiya. Menga bir kishi kelajaging uchun harakat qil deydigan bo'lsa, bu meni oldinga undamaydi. Eng asosiy meni oldinga undaydigan narsa bu meni familiyam. Men misol uchun Rahimjanov bo'ladigan bo'lsam, men xohlayman
shu Rahimjanovlar sulolasini eslashganda bizni qilayotgan ishimiz tarixda qandaydir eslashganda bizni qilgan ishlarimiz bilan eslashlarini xohlargan bo'lardim. Agarda sizni familiyangiz o'zingiz bilasiz, qay darajada balki sulolangizni eng kuchli shaxsi bo'lib kelayotgandirsiz. Shuni o'zlaringizni topishda va sulolangizni butun tarix kelajakda Xudo xohlasa bu videomizni 50 yil, 100 yil o'tib ham menimcha Xudo xohlasa YouTube'da qoladi bu. Biz hammamiz o'tamiz, lekin shunday bo'lsinki, siz qilgan ishlar kelajakda ham insonlarga faqatgina yaxshilik keltirsin, faqatgina foyda keltirsin. Shunda menimcha biz qilayotgan bugungi ishlarimiz o'z mevasini bergan bo'ladi deb hisoblayman. Men bitta kichkina qo'shimcha qilmoqchiman. Amaliyot deganimga esimga tushib ketdi. Ish so'rab keladigan yoshlar bilan ko'p gaplashib qolaman. Universitetda o'qiydi. Odatda 3-kurs yoki 4-kurs bo'ladi. Borgani 2-kurs talabasi ham deylik. Ko'nikma bormi? Qanaqadir ish ko'nikmasi bormi desak, yo'q deydi-da. Uni shunchaki ishga olishingiz kerak. Suhbatga keldi, nimadirga erishgan, boshqa narsa yo'q. Deylik, IELTS bor yoki boshqa bir sertifikati bor, lekin ko'nikma umuman yo'q. Amaliyot umuman yo'q. Pulga oylikka ishlash uchun keladi. Ana shu nuqtada 4 yil mana universitetda o'qibsiz, ha? Hech qachon universitetda ta'limi ertalabdan kechqurungacha bo'lmaydi. Ha? O'zingiz uchun qanaqadir ko'nikma olish uchun harakat qilib ko'rmaganmisiz ishlashga desam, o'ylab ham ko'rmagan bo'lib chiqadi-da. Va mana shunaqa toifalarning juda katta qismi intervyuda o'tolmaydi. Shunaqa tipdagi yoshlarga aytgan mani gapim shuki, ya'ni bepulga bo'lsa ham har qanaqa ish joyi bo'lishidan qat'iy nazar ish ko'nikmasi, muomala ko'nikmasi uchun ozgina bo'lsa-da ishlashga harakat qilib ko'rish kerak-da. Oddiy eshigi tagida keladigan, chiqadigan odamlarni keling deb kutib olib yoki kuzatib qo'yish o'zi ham unga insonlar bilan muomala qilish ko'nikmasini shakllantiradi-da. Bu ertaga o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsa, o'quvchilarga ham kerak bo'lsa bu rol o'ynaydi-da. Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni ko'nikma juda muhim. Ko'pchilik hozir endi mana IELTS olib bo'lgandan so'ng SAT imtihonini topshirayotgan davrlarda hozir o'quvchilarimiz o'sha paytda bitta muhim nuqtaga asli juda ham kerakli bir imtihon topshirayotganda, o'qishga kirayotganda kerakli bir jihatligini kech tushunyapti. Bu portfolio. Bilamiz, o'sha chet el universitetlariga grant yutishda portfolioga agarda bilsangiz zo'r, buni kuchaytiring, agarda bilmasangiz portfolio nimaligini ustozlaringizdan so'rang va uni imkon qadar ertaroq bir shakllantirishni, ertaroq o'sha sahifani ochishni boshlash kerak. Nimaga desam, oddiy misol biz maktabimizda hozir mana eng yuqori sinf 9-sinfgacha qabul qilganmiz. Nimaga desa, o'sha aynan portfolioni ertaroq yoshdan tuza olishimiz. Agar 11-sinfga qabul qilganimizda portfolioga ulgurmagan bo'lardik. Xuddi haligi Amerika vizasini olish uchun suhbatga kirganda nima qilishadi? Boyroq inson bo'ladigan bo'lsa viza berar ekan deb turib, suhbatdan 1-2 oy avval uyimi yoki mashinanimi nomlarga o'tkazishadi. U yerda elchixonada bilishadi hamma narsani, qachon o'tkazilgan, nima. Chet eldagi eng nufuzli universitetga kirmoqchimisiz? U universitetga kirish uchun siz o'zligingizni 11-sinfda emas, balki ertaroq 7, 8, 9-sinflarda aniqlab bo'lib, o'sha jamiyatda, hozir bugun yashayotgan jamiyatimizda siz уже hozirgi yoshligingizdan foyda keltirishni boshlagan bo'lishingiz kerak. Oddiy misol, hozir bitta 8-sinf o'quvchimiz, men haligi endi hozir bu yerda ustoz sifatida aytyapmiz, men viloyat kengashida deputat sifatida ham bir g'oyani oldinga surgandim. Uni eshitib o'quvchim aytayapti, ustoz, men o'rganib chiqdim, internetda izlandim, bir ikkita videolarda ko'rdim deyapti. Suvni tejash uchun aytayapti, nima qilaylik? Mana har kuni onalarimiz, opalarimiz idish yuvishadi, uyda suv oqizib yuviladi. Juda ko'p suv isrof bo'lar ekanda, o'shani o'rniga ham onalarimizga plus bo'ladi. Haligi o'sha idish yuvadigan mashinalar olib beraylik. Endi boy oilalarda bor bu, lekin juda ham ommalashmagani uchun olib berilsa,
bu natijasida eng kamida 10-15 barobar suv tejalarkan ustoz deb turib 8-sinf o'quvchim menga kelyapti. Bu degani 8-sinfdan boshlab jamiyatdagi o'zini daxldorlik hissini his qilish boshlayapti. Mas'uliyat paydo bo'lyapti. Shunaqa yoshlarni biz shakllantiradigan bo'lsak, aytganimda o'zlaringizni ertaroq topsangiz, ertaga yoniga siz o'sha IELTS sertifikatini qo'shasiz, maktab baholaringizni zo'r bajarasiz. Mana ustozlar biz sizga rekomendatsiya beramiz. Zo'r berganimizdan so'ng albatta bizni yoshlarimiz o'sha top 10 talikka kirgan universitetlarga xudo xohlasa kirishlari faqatgina to'xtamay davom etadi va natijada mamlakatimizni ham iqtisodiyotini yanada Yaponiya nima orqali, ta'lim orqali, yoshlar orqali qisqa muddatda ko'tarib yuborgan. Xudo xohlasa biz ham shu yo'lda charchamaylik, ustozlarimiz ham charchashmasin, sizlar ham va o'quvchilarimizda motivatsiya tugamasligi uchun biz astoydil xudo xohlasa harakat qilamiz. Rahmatulloh, uzr gapingiz bo'ldi. Men Namanganda nimaga ko'pchilik topshiradiga bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Bitta fikr kelib qoldi-da. Mana hammada ham oldin bir necha yillar oldin o'sha Namanganda topshirish imkoniyati yo'q edi misol. Hamma Toshkentga borardi, yo'l kira bor, u yerda agar tanish yo'q bo'lsa mehmonxonada turish bor, qanaqa sharoit bo'ladi, u yerda taksi, ovqatlanish bor, hammasini hisob-kitob qilsangiz o'sha ancha pul ketadi. Keyin qo'shimcha IELTS to'lovi bor masalan. Hozir endi ba'zilarda sharoit bor, lekin ba'zi oilalarda sharoit bo'lmasligi mumkin. Shuni deb to'xtab qolgan, ya'ni borib topshirmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin hozir mana IDB tomonidan Namanganda o'sha test centerlar bor masalan. O'sha ota-ona tomonidan olganda Toshkentga borish shart emas, o'quvchilar tomonidan olganda ham. O'sha bino, ko'rib yurgan joyi, ko'rib yurgan shahri, hayajon kam bo'ladi, pul kam ketadi. O'sha sharoit, mana siz aytmoqchi, o'sha birga bir sharoit hozir bor bizda ham Namanganda, xursandmiz masalan. Keyin yana qo'shimchasiga davlatimiz tomonidan yaratilgan shu 7 balosi pulini qaytib berish. Mana shu narsa ham juda katta turtki bo'lgan. Ota-onalar o'zi deyarli pul sarflamasdan agar 7 balosi bor farzandi, o'zi bekorga 7 ball olish imkoniyati bor. Ya'ni o'quv markazi cashback ham qilib bersa, o'qish puli ham qaytib chiqadi. U ham o'quv markazi tomonidan mana 7 ball oladigan bo'lsa, biz tomonidan beriladigan mukofot ham bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, o'zi pul sarflamasdan o'zi xohlagan ball olish imkoniyati bor. O'zi olmaslik uchun o'zi anaqa yo'q, sabab yo'q masalan. Endi bunga IDP bizda yaratilgan sharoitlar hammasi shu o'quv markazidagi sharoitlar boshqalar hammasi bitta bo'lib katta sabab bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha oldingidan ancha ko'paygan. O'sha ota-onalar ham imkoniyati yo'q bo'lsa ham o'sha qarasa o'sha pul ketmaydi. Borib topshiraver, nima yutqiz, lekin 7 ball olasan deydi. 7 ball olsam o'sha IELTSga to'lagan pulimizni ham qaytib olamiz degan ularda narsa bor. Keyin ularga ko'proq sharoit qilib beradi. 6 ball emas, shuni yaxshiroq o'qi, 7 ball ol deb o'sha ota-ona tomonidan ham ancha turtki bo'ladi. Ta'lim xullas Bitcoindan yaxshi-da. Ustozlar, rahmat kattakon vaqtingizga, yetkazgan vaqtingizga va alohida har bitta o'sha insightingizga, ma'lumotingizga. Xudo xolasa shu podkastimiz aynan sizlar uchun juda manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Agar o'zingizning fikringlar bo'ladigan bo'lsa yoki ushbu podkastdan o'zingizga eng kerakli qaysi insight olgan bo'lsanglar, yozib qoldiradigan bo'lsanglar, xudo xolasa ustozlarimiz ham biz ham o'qiymiz. Shu bilan bugun podkastimiz tugadi. Rahmat kattakon hammanglarga. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Namanganga xush kelibsizlar. Rahmat.